Oho, buni qara. Mana shu katta yo'lgacha 2 qator mashina, undan keyin bu yerda parkovkada ham mashina. Bilasizlarmi, Toshkentliklar dam olganda Chorvoqqa, Bo'chkaga chiqishadi. Sharxonliklar menimcha yoppasiga Alxor choyxonasiga kelishyapti shekilli. Bu Alxor choyxonasi ochilishi bilan o'zini toza havosi, ajoyib tabiati va suvli atmosferasi bilan shaharxonliklarni sevimli joyiga aylangan ajoyib maskan. Bu yerda siz nafaqat choyxona oshi va buyurtma taomlarni tatib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari baliqlar ham katta assortimentda taqdim etilgan. Oq baliq, sazan, amur, ilonbosh, laqqani yovvoyi deysizmi, pangasus va buxarskiy baliqlar sizlarning xizmatingizda. Bu yerda baliqlarni shunaqangi yuqqa qilib ham pishirib berishar ekan. Umuman qiltiriqlari pishib ketar ekan. Qolmas ekan. Do'stlarim, eng yoqimlisi esa endi Alxor choyxonasida har juma xayrli juma aksiyasi doirasida har bitta xonaga mevali assorti sovg'a qilinadi. Undan tashqari o'tirishlar, yig'inlar va bayramlar o'tkazadigan opajonlarimizga har bitta kelgan stoliga 10% dan chegirma e'lon qilingan. Chegirmalar har kun amal qiladi. Sharoitlar keladigan bo'lsa, hamma narsa yangi. Divanlar deysizmi, surilar, idish tovoqlar, xullas maza qilib o'tirishingiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mazilni eslab qolinglar. Shahrixon tumani Oqko'prikdan shundoqqina Kamoltepaga ketganingizda 100 metrdan keyin o'ng qo'lga kirasizlar. Alxor choyxonasi. Joylarga buyurtma berish uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.